Vatan uchun, yurt uchun olg'a qadam tashladik. Xo'p, har bitta insonni maktabga kelishda maqsadi bo'ladi. Bizning maqsadimiz nima? Biz tumanki qilmaylik, barchasi zarur kerak. Bilim egallash uchun tinimsiz o'qish kerak. Barakalla, juda yaxshi. Demak, o'qib kelganimizdan keyin maktabga albatta o'qib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Hozir esa matematika darsimizni boshlashdan oldin sizlar bilan ajoyib metoddan foydalanamiz. Diqqat ikkita sandig'imiz turibdi. Sandiqlarimiz lekin nima? Bo'sh turibdi. Ularni nima qilishimiz kerak? Biz olmoslar bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Olmoslarim esa partaning ustida turibdi. Mana stolning ustida turibdi olmoslar. Lekin olmoslar orqasida matematikaga oid misollar bor. Siz mana shu olmosni olib orqasidagi misolni yechasiz. Agar misol to'g'ri bo'lsa, demak sandiqqa joylab ketaverasiz. Ikkita sandig'imiz bo'lgani uchun ikkita guruhga o'quvchilarimiz bo'lib olamizda, keyin musobaqamizni boshlaymiz. Musobaqada qatnashadigan o'quvchilar esa matematikaga chaqqon, harakatchan, matematikani zo'r yechaman degan o'quvchilarimizdan taklif qilamiz. Qani kim chiqadi? O'quvchilarimiz tayyor turishdi. Mana ikkita guruhga bo'linadi. Agar tayyor bo'lsangiz, stolning ustidagi olmosdan olasiz, topshiriqni bajarasiz, to'g'ri bo'lsa olmosni demak sandig'ingizga yig'ishni davom ettirasiz. Natijalarga qaraganda olmos qaysi sandiqda ko'p bo'lsa, demak o'sha guruh g'olib sanaladi. Tayyormisiz? Unda boshladik. Bir chekkadan doskaga ishlab ketaveramiz. Munisa, yaxshi, demak sandiqqa solamiz, olmosni qism. Teysizmi? Keyingi o'quvchimiz keyingi o'quvchi olmos solishni boshlaydi. Bo'la qoling. Yaxshi, Nilufar ham tugatyapti. Yaxshi, Nilufar. Olmos solamiz, to'g'ri misoling. Sandiqqa solamiz, keyingi o'quvchi davom ettiradi. Tezlashamiz. Oling tez. Yaxshi, Toyir. Barakalla. Olmos solamiz, keyingi o'quvchimiz tez olmos olib kelaverasiz doskaga. Xo'p, demak Farruxniki ham to'g'ri ishlandi. Olmosni sandiqqa solamiz, keyingi o'quvchi olmos solishni boshlaydi. Tezlashamiz. Xo'p, demak Jasur ham bo'ldi, misolini yechib. Jasurniki ham to'g'ri chiqdi. Olmosni solamiz sandiqqa, keyingi o'quvchi tez-tezda olmosni olib misol ishlashni boshlaydi. Yaxshi, Tajiboyeva, sandiqqa solamiz. Davom etamiz. Ibrohim to'g'ri ishlabsa olmosni qo'yamiz. Keyingi o'quvchi tezlashamiz. Olmosni oling. Tez ishlaymiz. Yaxshi, davom ettiring. To'g'ri ishlabdi, Bobur, chiq. Ol Muhammadxon, tez qani. Shu kichkina doskaga ishlab ketamiz o'g'lim. Yaxshi, Shabnam to'g'ri ishlabdi. Olmosni qo'yamiz. Demak, bular 5 ta olmosni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi guruhimiz, birinchi guruhimizda oxir Muhammadxon qoldi, ishlayapti. Ishlab bo'lsa, u ham 5 ta olmosni qo'lga kiritishadi. Muhammadxon to'g'ri ishladi. Olmosga yig'amiz. Demak, bularning ham olmosi 5 ta bo'ldi. Birinchi guruhimizniki ham 5 ta olmos bo'ldi. Ikkinchi guruhimizda ham 5 ta olmos yig'ishdi. Lekin natijalarga ko'ra birinchi to'g'ri ishlab, ikkinchi guruhimiz birinchi bo'lgan hisobiga, ikkinchi guruhimiz g'olib sanaladi. Qarshichalik ham guruhiga ishlarimizga va rag'bat kashf olgani keladi. Oldimda tez bo'ling. Ikkinchi guruh. Qarshichalar